Assalomu alaykum hammaga, guruhdoshlar, yaxshimisizlar? Ko'p kunlardan beri ish bilan bu video qilolmadim. Bugun vaqt bordi, bir video qilib qo'yaylik. Xudo xolasa klientlarimizni pochtalarini chiqarib yuboramiz. Shu uydaligimizdan foydalanib. Mana xudo xolasa seleksiya va eksperiment jo'jalarimiz. Super. Ana yangi qonlar. Velikan bo'lishiga qaramay, harakatlari chaqqon. Bu bizlarga plus. Avval aytganimdek, broiler sifatini yo'qotish maqsadimiz. Tuxum, sir tuxumlik va go'shtdorligini oshirish, yirik jasadga erishish maqsadimiz. Ana eksperimentimiz Dalmatin. Bunga hali hech kim nom aytmadi menga. Nom berishimiz kerak bu oqlarga. Chunki ular umuman hali kashf qilinmagan zotda eksperiment qildik. Bu birinchi marta menda eksperiment bo'lib seleksiya natijasida chiqqan jo'jalar. Velikan 308 qo'ysam ekan, nima deysizlar? Oq marvarid qo'yaymi? Bular broiler sifatini yo'qotganmiz. Ana ko'rib turibsizlar. Broiler sifati yo'qolgan, lekin o'sishlari, harakatlari chaqqon. Xudo xolasa bular ham ko'p bo'lish niyatidamiz. Ko'p bo'lish kerak. Agar ko'p bo'lsa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bularda kichkinaroq partiyalari ham bor. Endi ularni ko'rsatgandan ko'ra, bular ko'rinishi aniqroq, natijani yaqqolroq ko'rsatib berish uchun kattaroq partiyani ko'rsatyapman. O'ta go'zal chiqqan. Maşallah. Avaylagan ko'zga cho'p kiradiganday bularni qo'yib yuborib boqishga ham odam qo'rqadi. Pishak bor edi, pishak. Tushadi. Ularni ukachalari. Turishni qarayman buni. Qarang. Ko'kragi keng. Tumaloq. Bochkasi bor. Filtray. Shu xo'roz bo'lish kerak, menimcha. Xerrozda qo'yib yubor deydi-ku. Bular kanalagan ekan, men ishda yurib bilmaganman. Kanasiga qarshi dori-darmon qildi, kanasi to'kilibdi bugun. Shuni hisobiga ozroq o'sish to'xtagan, sekinlashgan.